Assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar, Agrobog'ot kanalini kuzatib boruvchi obunachilar. Shaftolilar tezda meva kiradi. Shaftoli bo'yicha mana 2025-yil 2-may, 2-iyun sanasida bular ko'chat. O'rnida qolib ketgan bu ko'chatlar juda mayda. Bizga baquvvatroq ko'chat beringlar degan odamlar mana. So'gan mevalarga qaranglar, qolib ketgan ko'chatni. Asli mana brendlari bog' mana. Mana shaftolilarga qaranglar. Shaftoli shunaqa juda ham tez meva kiradi. Mana shu shaftoli pashti 1,5 qarich. Ko'pchilikka maydasidan olib ekin, tez qaraysiz, juda ham chiroyli bo'ladi deb tavsiya beramiz, lekin ko'pchilik bizga baquvvatini bering, bizga shunisi kerak bo'ladi dedi. Shular ko'chat. So'gan mevalari, buni ranglariga bitta baho berib qo'yinglar. Bu ko'chatlar keyingi yilga sotiladi. Endi xudo xolasa noyabr oyiga. Meva juda ham ideal holatda turibdi deb bilaman. Chunki bir dona g'ubori yo'q, yorig'i yo'q, teshigi yo'q, o'rgimchak kanasi yo'q, yelimi yo'q mana. Endi pastrog'ida ham qolgan. Bular sort Brand Lady. Juda ham qora qizil bo'ladi. Bular ham 2 yosh uji mana o'rnida qolgan ko'chat, yo noyabrda ekilgan ko'chat, bahorda ekilgan ko'chatdan ancha yirik bo'ladi, ham tez meva kiradi mana. Sraz 2-yildan meva bor. Sorti Brand Lady, endi mana bir dona meva qilgan mana. Juda ham yirik deb bilaman. Mana qalinligini ko'ringlar buni, mana qalinligi. 3 dona meva, kalibrovkasi qo'lingiz yetmaydi. Bu meva bu ideal holatda turibdi. Mana shu ikki meva juda ham chiroyli, o'zini kuchi yetadigan darajada. Qolgan shoxlarga ham kuchini yetkazib beradi. Bular hali qolib ketgan ko'chatlar, mana shularda ham meva bor mana. Bunisi yovvoyisi hisoblanadi. Bunda meva bo'lmaydi. Madaniy ko'chatlar. Mevalarga qaranglar. Vatga suv kelgan yo'q, o'shaning uchun juda mayda, lekin mevaning ko'pligini qaranglar. Mana qarang. So'chi mana shu narsa tizzamdan kelyapti, lekin mevani qaranglar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta meva oldi. Bunga suv kelsa quvvatini o'tkazib yuboradi ko'chatdan. Shaftolilar. Asli mana bog' Kapelnida Brand Lady. Yonida Samanta shaftoli turibdi. Ular ko'chat. Kayli qolib ketgan, mayda ekan. Unisini bermang, unisini bering degan odamlar. Mevalarga qaranglar, ko'chatchada shuncha meva. Buni sorti Brand Lady. Rangiga qaranglar, juda ham chiroyli rangi. Bismillahirrohmanirrohim. Juda shirin. Yegan odam yo'radi. Maygresga o'xshabcha taxirroq emas, juda ham shirin shaftoli. Buni ko'chatlarni ko'paytirib qo'yganmiz. Bemalol noyabr oyiga Agrobog'ot kanalidan kuzatib olaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.